Assalomu alaykum. Bugungi videom Yerabotanda tarixiy bir joyga keldik. Shunaqangi bir ajoyib bir joyga keldik. Ochretni ko'ringlar. Ochretda o'zi ham 1 soat turdik. Iftorlikdan so'ngra xo'jayinim bilan birgalikda borgandik. Hani bismillah deya ichkariga kiramiz. Ramazonda shunaqangi bir ruxsat berishibdi. Bepul Ramazon bayramiga asosan ruxsat berilibdi kirish, ammo iftorlikdan so'ngra tabiiyki ichkariga kirishni boshladik. Ajoyib bir nimasi bor, nima deydi, havosi bor, shunaqangi bir ajoyib bir atmosferami deyiladi. Shunaqangi bir chiroyli joy. Zinapoyalardan pastga tushyapmiz sekin astalik bilan birgalikda. Shunaqangi bir odam ko'p, ochirit. Turklar sog' bo'lsin, juda ham madaniyatli insonlar. Bir-birlarini urib-surib ketishmaydi. Chiroyli bo'lib, hammamiz ochretimiz bilan birgalikda asho pastga qarab tushyapmiz, sekin astalik bilan birgalikda. Shunaqangi bir hayajonliman, chunki tarixiy joylarda juda ham yaxshi ko'raman. Sizlar bilan poylashmak, sizlarga ham bir ko'rsatish niyatim bor edi bu yerda. O'zim ham juda ham birinchi marta kelishim bu yerga. Juda ham ko'p eshitgandim, ammo hech vaqtim bo'lib bir xo'jayinimni vaqtlari bo'lmadi, hech kela olmagandik. Shu atmosferani ko'ringlar. Shunaqangi bir chiroyli joy, ajoyib bir ta'rif qilish shunaqangi bir qiyin. Bu yerda Istanbulliklar suv ombori deyishadi. Istanbulun nima deydi? Sekret bir xazinasi deyishadi. Shunaqangi bir chiroyli joy. Suv hech qachon bu yerda tugamaydi. Shu ustunlarda ko'ring. Ustunlarda shunaqangi yuksak bir ustunlar bor. Jonlarim, ustunlarda kattaligini qarang. Shunaqangi ajoyib chiroyli bir nima deydi, ko'k yuziga teng keladigan shunaqangi bir uzun balandlikda joylashgan. Bu ustunlar 336 tane ustuni bor. Shunaqangi ko'p ustuni bor bu yerda. Ajoyib bir atmosfera ko'zimizga nima qilinyapti. Shunaqangi bir katta bir hani nima deydi, qo'lingiz bilan ushlab ko'rsangiz keyin his qilasiz. Shunaqangi ajoyib bir joy. O'zimda nima desam bo'ladi, 1500-yillarda his qildim. O'sha 1500-yildagi tarixiy joy bu. 532-yilda qurilgan. Vizantiya imperatori Yustinian tomonidan qurilgan bu tarixiy joyimiz. Shunaqangi bir chiroyli joy. Shu svetlarini ko'ring, ajoyib bir ranglar bilan, yashil, ko'k rangda, qizil, sariq, shunaqangi rangli qilib bu svetlarda joylashtirishgan. Shunaqangi bir ajoyib bir atmosferasi bor, sizlarga tushuntirib bera olmayman. Buni borib o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rsangiz, keyin uni his qilasiz ichingizdan. Men haqiqatdan bir nima desam bo'ladi, tilim ojiz sizlarga tushuntirib berishga. Shu tepalarda qarang, tarixiy, haqiqiy bir ajoyib bir joy. Shunaqangi chiroyli qilib qurilgan. Haqiqiy muhandislik mo'jizasi desam bo'ladi. Biroz o'zbekcha gaplashishga shunaqangi bir qiynalyapman. O'shaning uchun ba'zi bir noto'g'ri o'zbekcha gapirgan bo'lsam, yorumlarda yozib menga yozib qoldirishlar mumkin. Shu chiroylikni qaranglar, shu go'zallikni ajoyib bir atmosferasi bor. Sekin-sekin insonlarni ichidan o'tishga harakat qilyapmiz. Chunki juda ham bir odam ko'p. Hamma rasm tushgan, videoga olgan. Ajoyib bir tarixiy bir joy. Bir de yabancılar ham ko'rgani kelishadi bu yerda.
boshqa mamlakatlardan kelib bitta ko'rib videosini olganlar judayam ko'p. Shu suvdagi tangalarda ko'rgan bo'lsalaring kerak. Hamma joyda masalan suv ichida tangalar ko'ringan bo'lsa kerak. Bitta bir ajoyib bir nimasi bor. Tarixiy bir nima desam bo'ladi. Ko'pchilik shunaqa tangaga suv otib, niyat qilib, niyatlarini qilib u tangani suvga otishadi, ijobat bo'ladi deyishadi. Afsonaviy shunaqa bir gaplar yuradi. Haligacha o'sha afsonaviy nimani amalga oshirganlar bor. Biz ham u tangalardan otib, niyat qilib otdik. Aslında bu medusani kirgandik xo'jayinim bilan shunaqangi bir qiziqib, qanaqa ekan o medusa deb kirgandik. Mana shu medusaga ham yetib keldik. Filmlarni ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, medusaga qarash mumkin emas, tosh bo'lib qoladi. Medusaning soyasidan ham qo'rqamiz. Chunki juda ham ko'p filmlarni ko'rganimiz uchun. Bittagi ko'rgan medusa haqiqiy medusaga o'xshaydi. Hani ko'rib juda ham ta'sirlandim. Juda ham bir ajoyib bir joyga tushib qolgandek his qildim o'zimni. O'sha 1500-yillarga tushib qolgandek his qildim. Ajoyib bir atmosferasi bor. Jonlarim, kelishlaringni tavsiya qilaman. Videom sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang jonlarim. Men juda ham bitta ko'rib ta'sirlandim. Juda ham bir ajoyib bir energiya oldim. Keyingi videolarimda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.